Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Pensiya yo'shi haqida gap ketganda ko'pchilik bu haqda o'ylashni yoqtirmaydi. Ammo bugungi video sizning hayotingizdagi eng muhim qarorlardan birini qabul qilishingizga yordam beradi. Bu shunchaki bir maslahat emas, bu ogohlantirish. Sizni pensiyaga tayyorgarlikning eng qorong'u, ammo hal qiluvchi tomonlari bilan tanishtiraman. Bu ma'lumotlar nafaqat hozirgi pensionerlar uchun, balki pensiyaga yaqinlashayotgan yoki hali yosh bo'lsa-da kelajagini o'ylaydigan har bir inson uchun juda muhimdir. Agar siz kelajakda moliyaviy muammolarga duch kelishni istamasangiz, ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati. Keling, o'tmishga nazar tashlaylik. Sovet davrida pensiya tizimi boshqacha ishlardi. Odamlar davlat kafolatlangan barqarorlikka ishonardilar. Ko'pchilikning fikricha, ish staji bor ekan, pensiya ta'minlangan, davlat barcha xarajatlarni qoplaydi, ijtimoiy himoya mexanizmlari mustahkam edi. Pensionerlarning hayoti nisbatan tinch va osoyishta kechardi. Qishloq joylarda o'z yeri, mol holli bo'lganlar uchun pensiya oyligiga sezilarli qo'shimcha bo'lardi. Shaharliklar esa o'z kvartiralarida yashab, kommunal xizmatlarga minimal to'lovlarni amalga oshirishardi. Ya'ni ko'p jihatdan bugungidan farqliroq vaziyat edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Global iqtisodiy o'zgarishlar, aholi demografiyasidagi siljishlar, ijtimoiy sohadagi islohotlar pensiya tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Inflyatsiya nafaqat mahsulotlar va xizmatlar narxini oshirmoqda, balki sizning pensiyangizning xarid qobiliyatini ham yemiradi. Avvallari nisbatan arzon bo'lgan dori-darmonlar, oziq-ovqat mahsulotlari, kommunal xizmatlar narxi doimiy ravishda oshib bormoqda. Bir paytlar yetarli bo'lgan pensiya miqdori bugun minimal ehtiyojlarni qondirishga zo'rg'a yetishi mumkin. Shuningdek, davlatning ijtimoiy yuklama bo'yicha imkoniyatlari ham cheklanib bormoqda. Kelajakda pensiya tizimida yanada keskin o'zgarishlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Shu sababli endi har bir kishi o'z pensiya kelajagi uchun shaxsan mas'uliyatni his qilishi va tegishli choralarni ko'rishi shart. Davlatning barcha muammolarini hal qilishiga umid qilish o'rniga o'zimizni o'zimiz himoya qilish va mustahkam moliyaviy zaxira yaratish haqida o'ylashimiz kerak. Birinchi asosiy qism, batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak? Pensiya ta'minoti qoidalari murakkab va doimiy ravishda o'zgarib turadi. Sizning pensiyangiz miqdori ish stajingizga, oylik maoshingiz miqdoriga va eng muhimi pensiya fondiga to'lagan ijtimoiy soliqlar miqdoriga bog'liq. Ish haqini konvertda olgan yoki norasmiy ravishda ishlagan shaxslar pensiya yoshiga yetganlarda juda qiyin ahvolga tushib qolishadi. Chunki ularning rasmiy staji va daromadi juda past bo'ladi. Natijada pensiya miqdori ham eng past darajada hisoblanadi. Mamlakatdagi iqtisodiy sharoitlar pensiya fondining to'ldirilishiga bevosita ta'sir qiladi. Agar iqtisodiyot sust o'ssa, ish joylari kamayadi, soliq tushumlari kamayadi va bu pensiya to'lovlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Inflyatsiya esa yuqorida aytib o'tganimizdek sizning pulingizning real qiymatini kamaytiradi. Aytaylik, bugun siz 2 million so'm pensiya olasiz va bu pulga ma'lum miqdorda mahsulot sotib olishingiz mumkin. Ammo bir yildan keyin xuddi shu 2 million so'mga ancha kamroq mahsulot olishingizga to'g'ri keladi. Chunki narxlar oshadi. Bu sizning xarid qobiliyatingizning pasayishidir. Kim tashvishlanishi kerak? Birgi, faqat davlat pensiyasiga umid qilayotganlar. Agar sizda boshqa daromad manbalari bo'lmasa va barcha umidingiz davlat pensiyasidan bo'lsa, xavotirga tushish uchun jiddiy sabablar bor. 2. Ish faoliyati davomida doimiy ravishda past rasmiy maosh olgan shaxslar. Misol uchun, Ahmad aka 25 yil davomida minimal ish haqi evaziga ishladi. Uning rasmiy ish haqi har doim kam bo'lganligi sababli uning pensiya balida ko'rsatilgan miqdor ham juda past bo'lib chiqdi. Natijada u oyga atigi 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Bu pensiya bilan hozirgi narxlarda kommunal to'lovlarni qoplash, oziq-ovqat sotib olish, dorilar uchun pul ajratish juda qiyin. U doimiy ravishda farzandlarining yordamiga muhtoj bo'ladi. O'tu, qo'shimcha jamg'armalari yoki muqobil daromad manbalari bo'lmaganlar. Oysha xola, masalan, umr bo'yi uy bekasi bo'lgan va ishlamagan. U faqat turmush o'rtog'ining pensiyasiga bog'liq. Turmush o'rtog'i vafot etgach, u bor yo'g'i 700 ming so'm boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ola boshladi. Bu miqdor hatto oziq-ovqatga ham yetarli emas. Agar uning farzandlari bo'lmaganda u och qolishi mumkin edi. Dirt.
o'zini o'zi band qilgan va pensiya jamg'armalariga muntazam ravishda badal to'lamagan shaxslar. Ba'zi hunarmandlar, taksichilar yoki savdogarlar rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tishni yoki pensiya fondiga badal to'lashni muhim deb hisoblamaydilar. Misol uchun Qodir aka 30 yildan ortiq ustachilik bilan shug'ullandi, yaxshi pul topdi. Ammo uning ishi norasmiy bo'lgani uchun pensiya yoshiga yetgach, unga hech qanday pensiya tayinlanmadi. Chunki uning rasmiy ish staji yo'q edi. U faqat davlat tomonidan beriladigan eng kam ijtimoiy nafaqaga umid qilishi mumkin. Bu esa oyiga taxminan 4-5 ming so'mni tashkil etadi. Bu bilan hayot kechirishning iloji yo'q. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, ammo hali moliyaviy reja tuzmaganlar. Sizning ehim yoshda ekanligingizni tasavvur qiling. Agar sizda hali hech qanday jamg'arma investitsiya yoki qo'shimcha daromad manbai bo'lmasa, kelgusi 25 yil ichida vaziyatni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Kimlar kamroq tashvishlanishi kerak? Muhim shaxsiy jamg'armalarga, investitsiyalarga ega bo'lganlar. Ular moliyaviy mustaqillikni ta'minlash uchun yetarli resurslarga ega. 2. Qo'shimcha daromad manbalariga ega shaxslar. Misol uchun, ijara mulklari, faol bizneslari yoki boshqa investitsiyalari borlar. Mustahkam oilaviy qo'llab-quvvatlash tizimiga ega bo'lganlar. Farzandlari yoki yaqin qarindoshlari moliyaviy jihatdan yordam berishga qodir bo'lganlar. Ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga faol ravishda badal to'lagan shaxslar. Bu shaxslar davlat pensiyasidan tashqari qo'shimcha pensiyaga ega bo'lishadi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar istisnolarga. Maxsus toifadagi pensiyalar. Harbiy xizmatchilar, nogironligi bo'lgan shaxslar, xizmatlari uchun maxsus pensiyalar oluvchilar. Ularning pensiya miqdori va imtiyozlari umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatni o'tagan shaxslar uchun xizmat yillari hisoblash qoidalari boshqacha bo'ladi va ularning pensiyalari odatda yuqoriroq bo'ladi. Nogironlik pensiyalari esa ish stajiga bog'liq bo'lmasligi mumkin, ammo bu yerda tibbiy komissiyaning xulosasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. 2. Yashash narxining mintaqaviy farqlari. Turli viloyat va shaharlarda yashash narxi turlicha. Toshkentda yoki viloyat markazlarida yashash qishloq joylariga qaraganda qimmatroq. Demak, xuddi shu pensiya miqdori turli hududlarda turlicha qadrlanadi. Aytaylik, Qoraqalpog'istonning olis qishlog'ida yashaydigan pensionerga 75 million so'm pensiya ancha yengillik tug'dirsa, Toshkent markazida yashovchi pensioner uchun bu juda oz bo'lishi mumkin. 3. Pensiyalar bo'yicha xalqaro kelishuvlar. Ba'zi fuqarolar, agarda ular boshqa mamlakatlarda ishlagan bo'lsalar, ikki tomonlama kelishuvlar asosida pensiya olishlari mumkin. Bu kabi holatlar kam bo'lsa-da, ba'zi kishilar uchun muhim ahamiyatga ega. Masalan, Rossiyada uzoq yillar ishlagan vatandoshlarimiz Rossiya pensiya qonunchiligi doirasida pensiya olish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Tuzoqlar B. Norasmiy daromadga tayanish. Ko'pchilik rasmiy ish joyida past maosh olib, qo'shimcha norasmiy daromadga ega bo'ladi. Bu bugungi kun uchun foydali ko'rinsa-da, kelajakda pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. Pensiya miqdori faqat rasmiy daromadga qarab hisoblanadi. 2. Pensiya hisoblash qoidalarini tushunmaslik. Pensiyaga chiqish vaqtida ko'pchilik qanday qilib pensiya hisoblanganini tushunmaydi. Ish staji, ish haqi koeffitsientlari, pensiya balining qiymati kabi tushunchalarni bilmaslik norozi bo'lishga sabab bo'lishi mumkin. 3. Hujjatlarni kech rasmiylashtirish. Pensiyaga chiqishga 1-2 oy qolganda hujjatlarni yig'ishni boshlash juda katta xatodir. Ish stajini tasdiqlovchi arxiv hujjatlarini topish, ish joyidan ma'lumotnomalar olish ancha vaqt talab qilishi mumkin. Bu esa pensiya tayinlanishini kechiktirishi yoki uning miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 4. Kekslarga qaratilgan moliyaviy firibgarliklar. Afsuski, firibgarlar ko'pincha keksa yoshdagi odamlarning ishonuvchanligidan foydalanib, ularning pullarini o'zlashtirishga urinadilar. Tezda boyib ketish sxemalari, foydali investitsiya takliflari kabi narsalarga ishonish juda xavflidir. Masalan, qo'shaloq pensiya dasturlari yoki davlatdan maxsus bonuslar haqidagi yolg'on reklama va e'lonlar orqali ko'plab pensionerlar aldangan. 5. Pensiya davrida tibbiy xarajatlarning ortishi. Yoshi ulg'aygan sari odamlarning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar ortadi. Dori-darmonlar, shifokor ko'rigi, operatsiyalar uchun ketadigan xarajatlar pensiyaning katta qismini tashkil qilishi mumkin. Noaniq nuanslar. 1. Demografik o'zgarishlarning ta'siri. Dunyo bo'ylab tug'ilish darajasi kamayib, umr ko'rish davomiyligi ortib bormoqda.
Bu shuni anglatadiki, kelajakda pensiya to'lovchilar, ishlayotgan aholi soni pensiya oluvchilar, nafaqaxo'rlar sondan kamroq bo'ladi. Bu pensiya tizimiga ulkan yuklama yuklaydi va to'lovlarni barqaror ushlab turishni qiyinlashtiradi. 2. Nominal va real pensiya o'sishi. Hukumat pensiyalarni oshirganini e'lon qilishi mumkin. Bu nominal o'sish. Ammo agar inflyatsiya bu o'sishdan yuqori bo'lsa, sizning pensiyangizning real xarid qobiliyati aslida pasaygan bo'ladi. Siz ko'proq pul olsangiz ham bu pulga kamroq mahsulot sotib olishingiz mumkin. Uchun pensiya indeksatsiyasining ahamiyati. Pensiya indeksatsiyasi bu pensiya miqdorini inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish mexanizmi. Agar bu mexanizm samarali ishlamasa yoki inflyatsiya indeksatsiyadan yuqori bo'lsa, pensionerlarning turmush darajasi doimiy ravishda pasayib boraveradi. 4. Shaxsiy jamg'armalar va investitsiyalarning ahamiyati. Hatto kichik miqdordagi jamg'armalar ham uzoq muddatda katta miqdorga aylanishi mumkin. Masalan, har oy 200 ming so'mni bankka depozitga qo'yib, ustiga foiz hisoblatib borgan kishi 20 yildan keyin sezilarli summaga ega bo'ladi. Bu shaxsiy mablag'lar pensiya davridagi davlat pensiyasidan tushadigan qavmani qoplashga yordam beradi. 5. Psixologik jihat. Ko'pchilik qarilik haqida o'ylashni yoki bu boradagi muammolarni tan olishni istamaydi. Bu inkor etish kelajakda yanada og'irroq ahvolga olib kelishi mumkin. Vahima va qo'rquvga berilmasdan real vaziyatni baholash va choralar ko'rish juda muhim. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Joriy holatingizni baholang. Har bir inson yoshidan qat'iy nazar birinchi navbatda o'zining pensiya kelajagini baholash kerak. Bu shaxsiy moliyaviy auditni o'tkazishni anglatadi. Pensiya fondidagi shaxsiy hisobingizni tekshiring. Buni davlat xizmatlari markazlari orqali yoki My.Gov uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bu yerda siz ish stajingiz, pensiya fondiga to'lagan badallaringiz haqida ma'lumot olasiz. Agar sizning yoshingiz 40 yillarda bo'lsa va hali bu ma'lumotlarni tekshirmagan bo'lsangiz, hoziroq buni qiling. Aytaylik, siz 20 yildan beri rasmiy ish stajiga ega bo'lsangiz-da, portalda faqat eng yillik staj ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda siz ish beruvchingiz bilan bog'lanib, nima uchun bunday bo'lganini aniqlashingiz shart. 2. Jamg'arish va investitsiya qilishni boshlang. Hatto kichik summalardan boshlang. Oyiga 100 ming so'm yoki 200 ming so'm bo'lsa ham. Asosiysi muntazamlik. Bank depozitlari. O'zingizga mos bo'lgan foiz stavkalarini taklif qiluvchi ishonchli bankni tanlang. Hozirgi kunda aksariyat banklar qulay foizli depozit turlarini taklif etadi. Masalan, Kapital Bank yoki Xalq banki kabi banklar depozitlar bo'yicha barqaror takliflarga ega. Depozit shartnomasini diqqat bilan o'qing, muddatlarini va foizlarini tushunib oling. Xususiy pensiya fondlari agar mavjud va ishonchli bo'lsa, O'zbekistonda bu borada yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi kutilmoqda. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzatib boring. Ko'chmas mulk. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, qo'shimcha ko'chmas mulk sotib olib, uni ijaraga berish orqali passiv daromad olishingiz mumkin. Bu uzoq muddatli va barqaror investitsiya bo'lishi mumkin. Misol uchun, shahar chakkasidan kichik bir xonadon sotib olib, talabalarga ijaraga berish, diversifikatsiya, barcha tuxumlarni bir savatga solmang. Jamg'armalaringizni turli manbalarga taqsimlang. Depozit, kichik biznes valyuta, o't, qo'shimcha daromad manbalarini ko'rib chiqing. Pensiya yoshida ham ishlash imkoniyatlari mavjud. Part-time ish. Masalan, kutubxonada, qo'riqlash xizmatida yoki xususiy maktablarda yarim stavka ishlash. Freelancing. Agar sizning ma'lum bir ko'nikmalaringiz, masalan, tarjimonlik, matn yozish, rasm chizish, dasturlash bo'lsa, internet orqali xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Upwork yoki Fiverr kabi platformalarda profil ochishingiz mumkin. Garchi bu platformalar hozircha O'zbekistonda keng tarqalmagan bo'lsa-da, kelajakda imkoniyatlar yaratiladi. Mahalliy miqyosda esa Olquz yoki Uzjobsiz kabi saytlar orqali yarim kunlik ish topish mumkin. Hobbingizni daromad manbaiga aylantiring. Agar siz yaxshi tikuvchi, pazanda duradgor bo'lsangiz, o'z mahsulotlaringizni sotishingiz mumkin. Masalan, qishloqda yashovchi bir pensioner buvisi o'zining uyida tayyorlagan shirinliklarni mahalliy bozorga yoki kichik do'konlarga sotib, oyiga qo'shimcha 500 mingdan 1 million so'mgacha daromad oladi. Bu pensiyasiga ancha yordam beradi. Konsalting. Agar siz ma'lum bir sohada, masalan, buxgalteriya, huquq, qishloq xo'jaligi, katta tajribaga ega bo'lsangiz, yoshlarga maslahatlar berish orqali daromad topishingiz mumkin. 4. Huquq va imtiyozlaringizni bilib oling.
Davlat tomonidan berilgan qaysi imtiyozlar va yordam turlari sizga tegishli ekanligini bilib oling. İjtimoiy yordam dasturlari. Mahalliy hokimiyatlar yoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi orqali pensionerlarga beriladigan moddiy yordamlar, ovqatlanish paketlari haqida so'rab oling. Kommunal xizmatlarga subsidiyalar. Ba'zi toifadagi pensionerlarga kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar beriladi. Pensiya jamg'armasi yoki mahalladan bu haqda ma'lum olishingiz mumkin. Sog'liqni saqlash imtiyozlari. Davlat shifoxonalarida bepul yoki arzonroq xizmat ko'rsatish imkoniyatlari mavjudmi? Bilib oling. Ba'zi dorixonalarda pensionerlarga chegirmalar mavjud. 5. Hujjatlaringizni oldindan tayyorlang. Pensiyaga chiqishdan ancha oldin hujjatlaringizni tartibga soling. Bu kelajakdagi muammolarning oldini oladi. Ish joylari haqidagi ma'lumotnomalar, ish haqi guvohnomalari, harbiy xizmatlari, harbiy xizmat hujjatlari, oliy ma'lumot diplomlari va boshqa ish stajini tasdiqlovchi barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tartibga soling. Qayerga murojaat qilish kerak? Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar yetishmagan taqdirda arxiv idoralariga murojaat qiling. Pensiyaga chiqish uchun davlat xizmatlari markazlariga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilasiz. Nimalarni yozish kerak? Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza blankalari mavjud. Ish stajini aniqlashtirish, xato ma'lumotlarni tuzatish uchun ariza yoki shikoyat yozishingiz mumkin. 6. Mutaxassislar bilan maslahatlashing. Moliyaviy maslahatchi yoki pensiya bo'yicha mutaxassis bilan maslahatlashing. Ular sizning shaxsiy vaziyatingizdan kelib chiqib, to'g'ri maslahatlar bera oladi. Ba'zi banklar yoki sug'urta kompaniyalari moliyaviy maslahat xizmatlarini taklif qiladi. 7. Sog'lig'ingizga e'tibor bering. Sog'lom turmush tarzi nafaqat hayot sifatini yaxshilaydi, balki tibbiy xarajatlarni ham kamaytiradi. Pensiya yoshida tibbiy xarajatlar juda yuqori bo'ladi. Muntazam ravishda sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish va yomon odatlardan voz kechish juda muhimdir. Profilaktik ko'riklardan o'tib turish, kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash va davolash keyinchalik katta xarajatlarning oldini oladi. Masalan, bir yilda bir marta poliklinikada umumiy tekshiruvdan o'tish yoki bosimni muntazam nazorat qilib turish katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar, bugungi videoda sizni pensiya kelajagiga realistik nuqtai nazardan qarashga va eng yomoniga tayyorlanishga chaqirdim. Bu qorong'u ssenariy bo'lsa-da, uni bilish sizga yorqin kelajakni qurish uchun imkoniyat yaratadi. Esingizda bo'lsin, eng yaxshi himoya bu faol tayyorgarlikdir. Bugundan boshlab o'z pensiya kelajagingizni o'ylab harakat qiling. Bu sizning eng muhim qaroringiz bo'lishi mumkin. Sizningcha pensiya tizimida yana qanday muammolar mavjud va ularni hal qilish uchun nima qilish kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ularni o'qish menga va boshqa tomoshabinlarga foydali bo'ladi. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha